هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 171. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, amma ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 171. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey ehli kitap, yani Nesaralar camiası, dininlarda haddidin aşmanlar. Allah'ın şanige haq sözdün başqını etmanlar. Yani Allah'a şirki ve balası boluşdan pak deb etiqat qılınlar. Mesih İsa Meryem'nin oğlu fakat Allah'ın Resuludur. Sizler guman qılğandek Allah'ın oğlu emasdır. Meryem'ge Allah'ın ilqa qılğan kelimesidir. Yani atının vasıtasız Allah'ın vücud hikayel degen sözüdün yaratılgandır. Allah tarafından kelgen bir ruhtur. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Allah İsa Meryem'den ibaret üçtür demenlar. İlah üç deydiğen etiqatdan qaytınlar. Bu sizlerge paydalıqdır. Allah fakat bir ilahdır. Balası boluşdan Allah paktır. Asmanlardaki ve zimindeki şeylerinin hemmesi Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür, mahlukatıdır. Allah yeterli hamidir. Ehli kitaplarının dinde haddidin işini ve Meryem'nin oğlu İsa'nı aşırıp maktişini tozuş doğrusudur. Allah Teala bu ayette ehli kitaplarını dinde haddidin eşip gitiştin ve İsa aleyhisselam'ın haddidin artık maktiv etiştin tosudu. Bundaq işler Hristiyanlarda nahayet köp uçuraydı. Çünkü ular İsa aleyhisselam doğrusuda haddidin eşip gitti. Hatta ular onu Allah Teala'nın onun bergen mertebesinden artık kötürüvetti. Yani peygamberlik derecesinden artık götürüp Allah Teala'ya ibadet kılgandek ibadet kılılgan, Allah Teala'dan başka bir ilah kılıp aldı. Belki ular özlerini onun dinida deb guman kılgan ergeç küçülleri hakkıdımı haddidin eşip gitti. Ular İsa aleyhisselam'ın ergeç küçüllerini hatalıktan hali deb dava kıldı. Ula İsa aleyhisselam'ın ergeçkiçilerinin digen sözleri meyli hak bolsun ya ki nahak bolsun, hata bolsun ya ki doğru bolsun ulağa ergeçti. Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Ula özlerinin Hibrilerini, rahiblerini, Yahudiler bilen Nasarlıların dini başlıklarını, ölümalarını ve Meryem oğlu Mesih'ni ma'bud kılıp aldı. Halbuki ular peygamberler arqılıq fakat bir ilahqa ibadet qilishga buyurilgan idi. Onundan başqa, yani alemlerinin Rabbi Allah'tan başqa hiç ma'bud berhaq yoktur. Allah ularning şirik keltirganliklaridan paktır. İmam Ahmed Ömer radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar meni Hristiyanlar Meryem'nin oğlu İsa'ni haddidan artıq maqtagandek maqtamanglar. Men faqat Allah'ның bir bendisidirman. Sizlar meni Allah'ның bendisi ve onun peygamberi deb atanglar.
İmam Ahmad Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey hojimizning o'g'li, bizning ichimizdagi eng yaxshi kishi va eng yaxshi kishining bolasi" deb chaqirdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Ey insonlar, sizlar degan so'zlaringlarga diqqat qilinglar. Shayton sizlarni ozdirib ketmasin. Men Abdullohning o'g'li Muhammaddurman. Men Allohning bandasi va uning payg'ambaridirman. Allohning nomi bilan qasamki, men sizlarning meni Alloh taolo menga bergan martabadan ortiq ko'tarib o'tishinglarni yaxshi ko'rmayman. Allohning sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Ya'ni Allohga shirki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Allohdan boshqa iloh yo'q va uningdan boshqa Rabbmi yo'q. Masih Isa Maryamning o'g'li. Faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilqa qilgan kalimasidir. Ya'ni otining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zidan yaratilgandir. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir. Ya'ni Isa alayhissalom Allohning bandalaridan bir bandidir va uning maxluqotlaridan bir maxluqidir. Payg'ambarlarning birsidir. U Alloh taolaning Maryamga tashlagan vujudga kel degan so'zidir. Ya'ni Alloh taolo uni Jibril alayhissalom orqali Maryam alayhissalomga avatgan vujudga kel degan so'z bilan yaratgandir. Jibril alayhissalom Alloh taolaning izni bilan Alloh tarafidan elib kelgan bir ruhni pulidi. Jibril alayhissalom uning puligan ilq ruh Hazreti Maryamning ko'ynikining ichida edi. U oti bilan onaning urug'i uchrashgandek kiyimidan uning bola yotqusiga tushdi. Butkul insonlar Alloh taolaning maxluqotidir. Shuning uchun Isa alayhissalom Alloh taolaning so'zi va Alloh tarafidan kelgan bir ruh deb ataladi. Chunki u otasiz tug'ilgan. Faqat u Alloh taolaning uningga vujudga kel degan so'zi va Jibril alayhissalom bilan billa avatgan ruh orqali yaratilgandir. Alloh taolo bu ishlar to'g'risida mundaq deydi: Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. U ikkisi tamoq yeydi. Ya'ni ularni boshqa maxluqotlarga o'xshashla go'sht, so'ngak, temir va paylardan tarkib topgan edi. Go'sht, so'ngak, tomir va paylardan tarkib topgan edi. Shubhisizki Allohning nazarida Isaning misoli u otasiz yaratilganligidan Odamning, ya'ni Odam alayhisalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi de vujudga keldi. Isaning ishi Odamning ishidan ajablanarlik emas. Nomusini saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga, ya'ni kiyimining ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni pulidi. Puylangan ruh uning ichiga kirib, u Isaga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Isa bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puldiq. Dem uning ichiga kirib Isaga homildor bo'ldi. U Robbining so'zlarini va nozil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Allohga itoat qiluvchilardan bo'ldi. Alloh taolo Isa alayhisalom haqida xabar berib mundaq deydi: U, ya'ni Isa, nasoralar gumon qilgandek
iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Imom Buxoriy Ubada ibn Samitdan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki shirk yo'q bir Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga, Muhammad alayhisalomning Alloh taolaning bandasi va payg'ambar ekanligiga, Isoning Allohning bandasi va uning payg'ambari Maryamga tashlagan uning vujudga kel degan so'zi va uning tarafidan kelgan bir ruh ekanligiga, jannat va do'zaxning haq ekanligiga guvohlik bersa, Alloh taolo uni qilgan amaliga qarab jannatga kirgizdi. Yana bir rivoyatda mundaq deb bayon qilindi. U jannatning 8 eshigining xoligidan kirdi. Oyatda va hadisda kelgan Alloh tarafidan bo'lgan bir ruh degan so'zning ma'nosi Alloh taolaning Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi degan oyatiga o'xshashdir. Ya'ni Isa alayhisalom xristianlar Alloh ularga la'nat qilsin degandek Allohning ruhi emas, balki Alloh tarafdan kelgan bir ruhdir. Ruhning, ya'ni Alloh tarafidan kelgan ruh deb Allohga qo'shilib kelishi xuddi bu Alloh bevosita yaratgan Shto'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Menga hech narsani shirik keltirmagan. Tavob qilg'uvchilarga, qiyam qilg'uvchilarga, ruku qilg'uvchilarga, sajda qilg'uvchilarga mening uyimni pok qilgin degan oyatlarda to'ga va uy, ya'ni Ka'ba hurmat yuzidan Allohga qo'shilib kelgandek qo'shilib keldi. Shundaqla hadisdimi qo'shilib keldi. Men Rabbimning o'ylisiga kiraman. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Alloh Isa Maryamdan iborat 3 demanglar. Iloh 3 deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Ya'ni sizlar Allohning bir ekanligiga, uning bolasi va ayolining yo'qligiga va Isoning Allohning bandasi va uning payg'ambar ekanligiga ishoninglar. Sizlar Alloh taologa Isoning onasi Maryamni shirik qilmanglar. Bu sizlarga foydalidir. Alloh faqat bir ilohdir. Bolasi bo'lishdan Alloh pokdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh yetarlik hamidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Alloh 3 ilohning biridir degichilar shaksiz kofir bo'ldi. Bir ilohdan boshqa hech iloh yo'qdir. O'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni 2 iloh qilib elinglar dedingmi?" Isa aytdi: "Robbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Sen mening zotimligini bilasan. Men sening zotingligini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilasan." Xristianlar Alloh ularga la'nat qilsin. O'zlarining bilimsizligidan ularga Isa alayhissalom to'g'risida muqim bir e'tiqodi yo'q bo'lib qolmasdan, balki ularning Isa alayhissalom to'g'risidagi tushunchasi birdek emas. Ularning ba'zilari uni iloh deb e'tiqod qilsa, ba'zilar uni Allohning shirki deydi. Yana ba'zilar uni Allohning o'g'li deydi. Shunga ular nihoyat ko'p guruhga bo'linib ketgan bo'lib, ularning ko'z qarash va fikrlari birisiga o'xshash emasdir. Shunga ba'zi olimlar agar 10 xristian bir joyga yig'ilib qolsa, ular Isa alayhissalom to'g'risida 11 xil qarashga bo'linib ketadi degan nihoyatimi to'g'ri bahoni bergan. Xristianlarning guruhlari to'g'risida Hijriyaning 400-yillari İskenderiye'nin
popi ve Hristiyanlarning mashhur olimi Said ibn Bitriq mundaq deb bayon qilgan. Sheksiz Hristiyanlar o'zlari uchun nihoyat cho'ng omonat deb hisoblanadigan bir omonatni qaror qildigan cho'ng bir yig'ilish qildi. U yig'ilish amaliyotda bo'lsa cho'ng bir omonat emas, eng razil bir xiyonat edi. Bu yig'ilish mashhur Qustantiniya shahrini qurg'uvchi Qustantinining zamonida bo'lgan edi. U bir cho'ng faylasuf kishi edi. Ular Isa alayhisalom haqida nihoyat qattiq ixtilof qildi. U yig'ilishga 2000 dan ortiqroq pop qatnashgan bo'lib, ular ko'z qarash jihatdan nihoyat ko'p guruhga bo'linib ketgan edi. Masalan, ularning ichidan 50 bir guruh, 20 bir guruh, 100 bir guruh, 70 bir guruh edi. Bazı guruhlar onundan ko'p ve bazı guruhlar onundan az idi. Padişah Konstantin guruhlarning ichidan odami 318 kişiden aşıdığan bir guruhning bir e'tiqodga birlikka kelganligini ko'rib, u bu qarashni qabul qildi ve onu qo'g'dab kuchlantirdi. Onundan boshqa hamma qarashlarni bekor qildi. Ashu 318 kishining suiqasdi nizam qilib bekitildi. Ular uchun cherkovlar silindi. Ular o'zlariga kitob va qonunlarni tuzib chiqdi. Uningga e'tiqod qilish va nizam o'rnida amal qilish uchun keyingilarga o'rgatadigan omonatni paydo qildi. Bularning ergashuvchilari Malakiya deb ataldi. Ondan poplar ikkinchi qitim yig'ildi. Bu yig'ilishda Yaqubiya guruhi paydo bo'ldi. Ondan ular 3-chi qitim yig'ilganda Nesturiya guruhi paydo bo'ldi. Bu 3 firqaning uchilisi İsa alayhisalomda dada bala ve Ruhul Quddusdan iborat 3 xil narsaning borligini so'zlaydi. Ya'ni İsa alayhisalom otaliq, ya'ni ilohlik, balaliq, ya'ni insonlik ve Ruhul Quddusdan iboratdir. Bu 3 narsaning birlashma gavdasini İsa deymiz. İsa vücudida mushu 3 narsa bor deydi. İsa vücudida mushu 3 narsa bor deydi. Ondan ular İsa alayhisalomning ilohlik tarafi bilan insonlik tarafi birlashdimi yoki birlashmadimi yoki u ikki taraf bir-biriga yug'urilib ketganmi degan masalada 3 xil guruhga ayrilib ketdi. Ularning ichidagi har bir guruh yana birisini kofirga chiqardi. Biz bo'lsak, uchilisini kofirga chiqaramiz. Iloh uch deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydalidir. Alloh faqat bir ilohdir. Bolasi bo'lishdan Alloh pokdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, mahluqotidir. Alloh yetarlik hamidir. Ya'ni hammasi Allohning mulkidir va uning mahluqotidir. Osmon zimindagi mahluqotlarning hammasi uning boshqarishi va buyruqi ostidadir. U hamma narsaga o'zi egidir. Shundoq bo'lgan ekan, qandaqmi uning ulardan ayoli va bolasi bo'lsin? Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'q tursa, qandaqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan. Hamma narsani Alloh obdan bilgichidir. Ular Allohning bolasi bor deydi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu sözün yamanlıqıdan osmanlar parçalanıp ketkili, yer yerilip ketkili, tağlar gumran bulup ketkili tas kaldı. Bu şunun üçün ki, ula Allah'ın balısı var deb dava kıldı. Osmanlarda ve ziminde Allah'a bende bulup boysunmaydıgan hiç məxluq yoktur. Şek şübhisiz ki, Allah ulanı toluq igelledi ve sanını mükemmel bildi. Kıyamet günü ulanın hemmesi Allah'ın dergahına tenha kilidir.
Məsihmu Allahqa yaqin farishtalarmu Allahqa banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allahqa bandichilik qilishdan bosh tortadi ekan va ko'ranglab ketadi ekan, bilsinki Allah ularning hammasini qiyomat kuni hisob elish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ular Allohning amallarining ajrini to'liq berdi. Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allohga qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Masihmu Allohga yaqin farishtalarmu Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni hargizmi cho'nglik qilmaydi. Qatada mundaq dedi. Ikkilanmaydi. Kimlarki Allohga bandichilik qilishdan bosh tortadi ekan va ko'ranglab ketadi ekan, bilsinki Alloh ularning hammasini qiyomat kuni hisob elish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. Ya'ni ularning orliqini o'zining adil hukmi bilan ayiradi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Alloh ularning amallarini, ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 173-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.